Kremlga aloqador maxfiy axborot operatsiyalari hujjatlarida O'zbekiston nomi ham uchradi. OSSRP va Delfi Estoniya jurnalistlari Rossiya prezidenti administratsiyasi bilan bog'liq hujjatlarni oshkor qildi. Ushbu manba haqida Press.uz Telegram kanalida e'lon qilindi. Hujjatlarga ko'ra sanksiya ostidagi Rossiyaning Social Desench agentligi, ya'ni CSDA PR kompaniyasi turli davlatlarda kognitiv zarbalar, axborot ta'sir operatsiyalarini amalga oshirgan deb aytilgan. Sizib chiqqan materiallarda SNG Media deb nomlangan media tarmog'i haqida ham ma'lumot berilgan. Loyiha postsovet hududida umumiy axborot maydonini saqlash maqsadida ishlangani aytilgan. Tarmoq quyidagi hududlarga qaratilgani qayd etilgan. Jumladan O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Armaniston, Kaspiy mintaqasi. Hujjatlarda O'zbekistonga yo'naltirilgan Tashkent Today platformasi ham tilga olingan. Nashr 2022-yildan boshlab ish boshlagani va SNG Media tarkibida kirishi aytilmoqda. OSSRP jurnalistlari ta'kidlashicha, ayrim rusiyzabon media loyihalar ortidagi haqiqiy maqsad va ta'sir mexanizmlari har doim ham ochiq bo'lavermaydi. Mana shunday yangiliklar so'nggi paytlar tarqab ketdi. Albatta, video tagida o'z fikringizni qoldiring, like bosing, obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Biz esa boshlaymiz. Avval OSSRP manbasi haqida ochiq gapiraylik. Chunki internet to'la maqolalar har kuni ko'z oldimizdan o'tadi. Lekin ushbu maqolalarning hammasi ham bir xil emas. OSSRP o'zi qanaqa tashkilot? Mana bu yerda ham to'liq nomlanishini ko'rishingiz mumkin. Bu 2006-yilda tashkil etilgan xalqaro tergov va jurnalistika platformasi. Ular ilgari Rossiyaning oligarxlarining offshor pullarini, Markaziy Osiyo elitalar sxemalarini va sanksiya buzilishlarini fosh qilgan. Delfi Estoniyachi Boltiq bo'yi mintaqasidagi yirik tergov media tashkilotidir. Ushbu ismlar jurnalistika dunyosida juda ham og'ir kasb etadi, ishonavering. Ushbu tashkilotning jurnalistlari bir necha bor izsiz yo'qolib ketgan, noma'lum tarzda vafot etgan va hokazo. Bularga to'xtab o'tirmaymiz. Umuman olganda, ular materiallarni chiqarganidan ko'pchilik davlatlar ushbu materiallarga sinchkovlik bilan e'tibor beradi. Demak, manba ishonchli. Lekin bu hujjatlardagi har bir da'vo avtomatik tarzda isbotlandi degani emas. Endi esa Rossiya Federatsiyasidagi SDA kompaniyasi haqida gaplashaylik. Social Desench agentligi, ya'ni Moskvada joylashgan ushbu PR kompaniya. Oddiy tasvirda ular kontent qiladi, maqolalar yaratadi, videolar, postlar yaratadi, hattoki memlar ham yaratadilar. Lekin AQSh, Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya ushbu kompaniyani sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan. Sababi shuki, ular Rossiya davlati nomidan siyosiy ta'sir operatsiyalarini o'tkazganligi aytilgan. Ya'ni ularning manbasiga ko'ra, Yevropa saylovlariga aralashish, Ukrainada bo'lib o'tgan qo'llab-quvvatlashlarni susaytirish, soxta hujjatlar, soxta yangiliklar, soxta saytlarni tarqatish. AQShning fevrdagi sud hujjatlariga ko'ra, SDA Rossiya prezidenti administratsiyasi rahbarligi va nazorati ostida ishlagan deyilgan. Ushbu ma'lumotlar tasdiqlangan rasmiy hujjatlar va rasmiy sanksiyalar. Endi bu yerni barcha tushungandir. Endi esa kognitiv zarba deb u yerda shu gap ham tilga olingan. Aslini olganda bu nima? Bu harbiy termin emas. Bu axborotning urush tili. Ya'ni ma'nosi shuni anglatadiki, insonning miyasiga va fikriga ta'sir qilish. Qanday deganlar uchun narrativ yaratish orqali, ya'ni muayyan hodisani ma'lum bir burchakdan ko'rsatadi. Biror bir mavzularni esa oshiribroq ko'rsatish, birorlarni esa yashirish. Aslini olganda jurnalistlar bu gapni oxirigacha yozishmagan. Faqatgina bu usuldan Rossiya foydalanmagan. AQSh, Xitoy, hatto kichik davlatlar ham soft power, publik diplomatiya, strategik kommunikatsiya usullarini ishlatishganlar. Lekin umuman olganda bularni barchasini mohiyati bir xil. Oddiy qilib aytganda, kognitiv zarba shuni anglatadi. O'sha yangilikdagi eng muhim joyga ham keldik. Tashkent Today agentligi haqida nima ma'lum? Siz eshitgan xabar bu CNG Media tarmog'i haqida yozilgan. U postsovet hududida umumiy axborot maydonini saqlash maqsadida ishlagan deyilgan. Maqsad hududlar O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Armaniston hududlari. Va alohida Tashkent Today platformasi
2022-yildan boshlab ishlagan deyilgan. Endi savol bu qanchalik ham isbotlangan? Birinchi darajasi bu hujjat mavjud. Jurnalistlar bu narsani ko'rgan va o'sha ko'rgan hujjatlari real. Ikkinchi daraja hujjat autentikmi? OSSR kabi tashkilotlar odatda tekshirmasdan e'lon qilmaydi, lekin 100% ham kafolat bermaydi. Internet davrida xohlagan bir ma'lumotni soxtalash ham mumkin. Uchinchi daraja esa Toshkent Today. Haqiqatdan ham shu tarmoqda ishlaganmi? Lekin bu hali mustaqil tekshiruvlarni talab qiladi. Umuman olganda bu yangilik har birimiz uchun nima uchun muhim bo'lishi kerak? Siz o'ylashingiz mumkin, bu menga taalluqli emas deb. Chunki bu har birimizga taalluqli. Sababi oddiy. Biz har kuni yangilik o'qiymiz, yangilik qaraymiz. Telegram kanallari, YouTube, Instagram bizning farzandlarimiz, yosh o'sib kelayotgan avlod. O'ylash uchun masala ko'p. Lekin ko'pchilik axborot ulashuvchilar, manbalar o'z manbalarini ko'rsatmaydilar. Umuman olganda ularni kim moliyalashtirayotganini aytishmaydi va qanday maqsadda yozilganlari ham ochiqlanmaydi. Agar biror bir media platformasi chet davlatlarning manfaati uchun ishlayotgan bo'lsa, siz bilmasdan o'sha narrativlarni o'zlashtirayotgan bo'lasiz. Ya'ni bu narsa aqliy mustaqillik muammosi. Bu narsalardan himoyalanish uchun har doim o'zingizdan so'rashingiz kerak. Bu ma'lumotlar qayerdan keldi, kimlar manfaatdor va boshqa manbalar nima deyapti? Umuman olganda o'sha manba masalasi bo'yicha bu yerda nima aniq va nima noaniq. Aniq bo'lganlari shu: OSSRP va Delphi real tergov qilgan. SDA kompaniyasi mavjud va u sanksiya ostida. U Rossiya davlati tomonidan boshqarilgani AQShning rasmiylari tomonidan aytilgan va postsovet hududida ta'sir operatsiyalari mavjudligi haqida tergov ham bor. Hali aniq bo'lmaganlar qatorida esa Toshkent Todayning SDA kompaniyasi bilan aloqadorlik darajasini o'rganish kerak va ushbu operatsiya postsovet mamlakatlarda qanchalik darajaga samarali bo'lganligini ham aniqlash kerak va barcha sizib chiqqan hujjatlar 100% autentikmi? Moliyalashtirish manbalari ham aniqmi? Lekin bu yerda to'g'ri pozitsiya shunday keladi. Tergov jiddiy va e'tiborga loyiq, lekin barcha xulosalar hali to'liq isbotlanmagan. Nima ham derdik, bu kabi yangiliklarni kuzatib boramiz. Agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kommentariyada o'zingizni fikringizni maksimal darajaga qoldiring. Qolaversa, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'linglar azizlarim.